Ikkitagina baqlajondan bayramona salat tayyorlaymiz. Buning uchun baqlajonlarni parrak to'g'rab, tuzli suvga solib, yarim soatga olib qo'yamiz. So'ngra qizigan yog'da ikkita tarafini qizartirib pishirib olamiz. Baqlajonlarimiz sovigunicha qolgan kerakli mahsulotlarni Korzinka Go ilovasidan buyurtma qilib olamiz. Biz sevgan Korzinka Go 3 yoshda, shu munosabat bilan 1+1 takliflari 50% gacha chegirmalar, 500 ming so'mdan oshgan 3 marta xarid qilingan mijoz uchun 1 yillik bepul yetkazib berish shartnomalari o'ynaladi. G'oliblar soni 10 nafar bo'ladi. Promokodlar 1 yil ichida 120 tagacha buyurtmaga amal qiladi. Siz ham albatta ulgurib qoling. Dastavkalar ham yetib keldi. Sovib olgan baqlajon va qaynatib olgan tovuq filesini qo'limizda videoda ko'rsatilgandek bo'laklarga bo'lib olamiz. 2 dona pomidorimizni o'rtasini yumshoq qismlarini olib tashlab, chetlarini uzunchoq shaklda to'g'rab chiqamiz. Salatimizga mayda to'g'ralgan kashnich, maydalangan 2 dona sarimsoq piyoz, tabga ko'ra tuz va murch, 2 osh qoshiq mayonez solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mazali chiqadigan salatimiz tayyor bo'ldi. Oling siz ham yeb ko'ring.